Oxirgi payt sezyapsizlarmi? O'laman, bu hayotdan charchadim, yashagim kelmayapti degan yoshlar ko'payib ketdi. Nima sen o'lib qutulmoqchimisan? To'g'ri, o'lsang bu dunyodan qutularsan, lekin o'lganingdan keyin seni ancha narsa kutib turibdi yo'da. Bizning aqlimizga ham sig'maydigan narsalar kutib turibdi. Nima seni bu dunyoda orzu-havasing yo'qmi? Ota-onangni yaxshi ko'rmaysanmi? Ota-onangni orzu-havasi uchun, o'zingning savoblaring uchun, jannat uchun yashamaysanmi? Endi o'zing bilasan. Bu seni hayoting, men aralashmayman seni hayotingga. Shunchaki g'ashim keladi. O'lgim kelyapti. Sen nima yashab ko'rding bu dunyoda? Yashagan bo'lsang 20 yil yashading. Nima ko'rding? Nima qiyinchilik ko'rding sen? Mayli. Nima bo'lsa ham o'zing bilasan. Shu aytgan gapim, amallaringni to'g'rila. Vaqti kelib o'larsan ham. Vaqti kelib o'lasan, bu dunyoda hech qachon qolib ketmaysan. Shunchaki ozgina sabr qil. Mayli. Sog' bo'lgin. Allohga omonatsan.